Mayli. Hop, eng muhim joylar endi boshlanadi darsimizni. Hop, by ishlatilishini ko'rib chiqamiz. By degani o'zi nimadir vaqtgacha deb tarjima qilamiz. Gacha ma'nosini beradi. Masalan, I finished my homework by 8 o'clock. Bu degani kecha yoki bugun ertalabki asl o'tib ketgan 8 gacha men uy vazifalarini bajarib bo'lgan edim. Yoki masalan, ikkinchi misolimiz. So, by this time yesterday, I had already arrived home. Kecha mana shu vaqtgacha, masalan, hozir soatimiz 21:18 bo'lgan bo'lsa, kecha 21:18 gacha men uyga yetib kelib bo'lgan edim. 21:18 bo'ldi va siz u paytda o'sha uyda edingiz degan ma'no chiqadi. Bu yaxshilab e'tibor bersangiz, mana shu qoidamizga tushib ketadi. By ishlatilishi. Hop, buni ishlatilishiga tushunarli tushundingiz deb o'ylayman. Buni o'rniga qaysi bitta vaqt bersangiz bo'ladi. Masalan, by 7 o'clock, by 8 o'clock, by ishlatamiz. Keyingi signal so'zimiz bu by the time. By bilan by the time bitta farqi bor. Bu farq shuki, by the time dan keyin clause keladi. Clause deganimiz ega kesamini tushunamiz. Subject verb keladi va bu narsa, bu clause'imiz past simple da turgan bo'ladi. In past simple deb yozib agar buni mazali formula ko'rinishda yozib berishni xohlasangiz, mana qanday formulaga solib gap tuzamiz. By the time plus past simple past perfect. Hop, eslab qolasizlar formulani. Hop, tarjima qilganimizda bunaqa deb tarjima qilamiz. Nimadir bo'lib bo'lgunicha, men nimadir qilib bo'lgan edim. Yoki nimadir ish harakat bo'lgunicha, men nimadir qilib bo'lgan edim. Holatda tushunamiz. Agar sizga yordam bersa, buni raqamlar bilan beraman sizga. Mana birinchi ish harakat bu bo'lgan. Va ikkinchisi bu by the time tomondagi ish harakat bo'lgan. Hop, endi misolni tushuntirib ketaman. By the time I finished the lesson, some students had already left classroom. Mana by the time tomonida past simple turibdi. I finished the lesson. Men darsni tugatib bo'lgunimcha ba'zi talabalar allaqachon sinfxonadan chiqib ketib bo'lishgan edi. Ya'ni birinchi bo'layotgan ish harakat qaysi biri bunda? Tamom. Chiqib ketib bo'lishgan edi. Keyin undan keyin men darsni tugatdim. Va by the time ishlatilishi xuddi shu holatda ishlatiladi. Buni shularga tartibli bo'lish uchun raqamni qo'yib ketaman. Harflar. Hop, keyingi expressionimiz bu before. Before bilan after ishlatganda ozgina diqqat bilan eshitib turasizlar. Ko'pchilik shu narsa ikkalasini adashtirib qo'yishadi. Before tarjimasini bilasiz, nimadirdan oldin degani bu. Before formulasi quyidagicha bo'ladi. Before plus past simple xuddi by the time kabi, keyin past perfect. Simple. Tarjimasi buni tepadagi by the time kabi shunga o'xshab ketadigan tarjima, ya'ni nimadir bo'lishidan oldin nimadir bo'ldi. Buni ham raqamlar bersam, birinchi bu nimadir bo'lgan, past perfect ish harakati bu bo'lgan, keyin undan keyin bu bo'lgan. Bunaqa bo'lishidan oldin bu bo'ldi. Ketma-ketadigan tarjimasi ko'rinib turibdi, qaysi biri birinchi, qaysi biri ikkinchi bo'lganligini. Mana masalan, before I took the exam, I had studied really hard. Ya'ni imtihon topshirishimdan oldin juda ham qattiq o'qigan edim. Birinchi juda ham qattiq o'qigan, imtihon topshirishimdan oldin juda ham qattiq o'qigan edim. Bu zamonni o'tgan zamondaligini bildirib turishimiz uchun had bilan beramiz. Endi afterda nima bo'ladi? Afterda shunga sal o'xshashroq holat bo'ladi, faqat
after tarjimasidan kelib chiqqan holatda after tomonidan past perfect beramiz. Afterdan tashqari tomonda past simple beramiz. Mantiqan to'g'ri ketma-ketlik bu, mana hozir tushuntirib qo'yaman. Bu nima degani? Nimadir ish harakat bo'lgandan keyin bu bo'ldi. Endi buni ketma-ketligini qo'ysam, mana after tomondagi ish harakat birinchi bo'lganda, keyin undan keyingi tashqi mustaqil gapda turgan ish harakat ikkinchi bo'lgan. Birinchi bu bo'lgan, tugagan va undan keyin bu bo'lgan. Masalan. Hop. After I had bought my new car, I regretted that purchase. Nima degani bu? Yangi mashinani sotib oldim, sotib olib bo'ldim, sotib olib bo'lgandan keyin afsuslandim. Ya'ni bu ikkinchi ish harakat bo'ldi. Birinchi sotib olganman, sotib olib bo'lib keyin afsuslanganman. Ya'ni after tomonda perfect zamonimiz kelyapti. After ma'nosidan tarjimasidan kelib chiqqan holatda bu ketma-ketlikni o'zingizdan tushunib olsangiz bo'ladi. Bu bo'lgandan so'ng bu bo'ldi. Ya'ni bu bo'lganligi birinchi bo'lganligi bilinib turibdi. Before'da bu teskarisi edi. Ish harakat bo'lishidan oldin bu bo'lganda ketma-ketlik ko'rinib turibdi sizga. Mana shu tepasiga yozib chiqqan raqamlarimga yaxshilab e'tibor berib tushuna olasizlar. Bu narsalar muhim, aralashtirib qo'ymaslik. Hop. Just ham xuddi shu ma'noda o'xshagan gaplarda ishlatamiz. Hop. Just ichida mana shu when tepada ishlatishi. Hop. When bilan birga tushuntiraman bu narsani. Nimadir bo'lganda, nimadir endi bo'lib tugaganligini bildirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni masofa orasidagi yoki o'tgan vaqt ozginaligini bildirmoqchi bo'lsangiz, just qo'shib qo'yasiz. Bunaqa bo'lmasa, just qo'shishingiz shart emas. Mana masalan, tepadagi misolimni ikkalasini farqlab tushuntiraman sizga. Shu misolni tushuntiraman sizga. When I arrived home, my mother had cooked dinner. Shu gapimga men just qo'shib qo'ysam, ma'nosida ozgina o'zgarish sodir bo'ladi. Had bu perfect zamonda ko'chirishim kerak. Simple zamonda qo'yaman. I just cooked dinner. When I arrived home, my mother had cooked dinner. Uyga yetib kelganingizda ovqat turgan ekan, qachon pishirilgan, oradan vaqt o'tganligi haqida bu gap ma'lumot bermayapti. Bu gap faqat bitta narsa haqida ma'lumot beryapti. U hamki uyga yetib kelganingizda ovqat tayyor bo'ldi. Tugatilganda ovqat pishirish jarayoni. Agar mana shu gapimga men just qo'shsam, qo'shiladigan yangicha ma'no shuki, uyga yetib kelganimda endi pishirib bo'lingan edi. Ya'ni yetib kelishim bilan ovqat pishirib bo'linishini tugash orasida ko'p vaqt o'tmaganligini bildiradi. Bu justni shu ma'noda qo'shamiz. Signal so'z sifatida. Endi ishlatilishini tepada tushuntirdim. Past simple bilan past perfectda qanaqa ma'nolar o'zgarib qolishini ham tushuntirdim. So, keyingisi mana ogohlantirish uchun qo'shilgan narsa. Hozirgi tepada tushuntirgan farqimni tushuntirishga harakat qilib sizlarga. Hop, the lesson started when I arrived. Tushuntirdim bo'ya. Siz yetib kelganingiz birinchi bo'lgan. Birinchi yetib kelgansiz. Undan keyin dars boshlangan. The lesson had started when I arrived degani bu dars boshlanib bo'ldi. Undan keyin siz yetib keldingiz. Ma'nosini beradi. Okay? Tomonni tushuntirib qo'ying. Past perfect zamonini eng asosiy foydalanadigan vaziyatlarimiz shulardan iborat. Hammasini nima bo'lsa bitta ko'rib olamiz. Questions about past perfect tense. Savollar bo'lsa komment yozing, savol bo'lmasa oddiy thumbs up qo'yib qo'ysangiz tushuna olaman. Bugun darsimizda negadir kamchilik bor. Hop, qolganlar ham
Tushib keldimizlar? 4 kishi. Savol yo'q o'xshayapti. Hech kimda savol yo'qmi? Savol yo'q bo'lsa davom etamiz. Okay. Savol yo'q. Savol yo'q bo'lsa, ikkinchi zamonimiz haqida gaplashishga boshlaymiz. Past perfect tense. Past perfect continuous tense. O'tgan zamon davomli fe'li deb tarjima qilamiz buni. O'tgan darsda sizlar bilan present perfect continuous tense haqida gaplashdik. Present perfect continuous tense sizda bo'lsa, ikkala holatda ishlatganmiz buni. Birinchi holatimiz o'tgan zamonda boshlanib, hozir ham davom etib turgan ish harakatlar bo'lsa, shunaqangi ish harakat haqida ma'lumot bermoqchi bo'lsak, bu gapimizni ingliz tilida present perfect continuousdan foydalangan holatda tutardik. Ikkinchi holatimiz bu o'tgan zamonda boshlanib, hozirginda tugagan ish harakatlar haqida gapirganimizda ham present perfect continuousdan tuzib, foydalanib gap tuzardik. Endi present perfect bilan past perfect farqi borda ishlaydi, ya'ni nimaga diqqat e'tibor qaratishlaydi. Ya'ni past perfect, present perfect continuous uzr, asosiy diqqat e'tiborni ish harakati natijasiga qaratsa, ish harakati natijasiga qaratsa, present perfect continuous bo'lsa, bu ish harakatda davomiyligiga, ya'ni qancha muddatdan beri davom etganligiga yoki ish harakatni o'ziga qaratadi, yaqinda tugaganligiga. Qoidalarga o'xshab ketadigan farqlar bor. Past perfect bilan past perfect continuous orasida ham. Yasalishi bu present perfect continuous bilan bir xil, faqatgina have o'rniga, endi have has o'rniga faqat had qo'ygan holatda yasaymiz. Ya'ni I have been writing, I had been writing, I'd been writing. Negative formasi I had not been yoki I hadn't been writing. Savol formasi had I been writing. Tushunarli? Qachon foydalanamiz bundan endi hozir sizlarga present perfect continuous ozgina eslatma qilib o'tdim. Shuning bilan deyarli bir xil. Actions continuing up to or stopping just before a moment in the past. Shuni olishingiz uchun tushuntiraman. Mana. Hop, o'tgan zamondagi bitta ma'lum bir vaqt. O'tgan zamondagi ma'lum bir vaqtdan oldin boshlanib, bu vaqtda ham davom etib turgan ish harakatlar uchun birinchi vaziyatimiz. Okay? Mana zamonimiz past simple. İkinci vaziyatimiz burası past perfect continuous edi. İkinci vaziyatimiz mana o'tgan zamonda past simple deb ish harakat turibdi. Va shu holatda oldingina, yaqindagina tugagan, shundan ozgina oldinroq tugagan ish harakatlar. Uchun gapirmoqchi bo'lsam ham past perfect continuous beramiz. Umuman olganda present perfect continuous bilan emas, present simple zamon edi. Bunda past simple o'tib qolyapti. Kelasiga ham alohida gaplarni tushib ko'rib chiqamiz. Birinchi holatimizga yoki A deb bu narsani birinchi holatimizga gap tuzamiz. When he called me, I had been cooking dinner. Had been working out deydi. Hop. Nima bo'lyapti bu ish harakatimizda? Kimdir sizga telefon qildi, mana shu past simple ish harakatimiz bu when he called me to'g'ri kelyapti. Men shug'ullanayotgan edim. Ya'ni siz telefon qilganingizda ham mana shug'ullanib turdim. So, mana shu vaziyatni bildirib qo'ymoqchi bo'lsangiz, ya'ni o'tgan zamonda past simple deb ish harakat bo'ldi. Turgan paytda bu ish harakat bo'lgan ish harakatdan oldin boshlangan ish harakat, ikkinchi bir ish harakatimiz past simple degandan boshlangan vaqtda ham davom etib turganligini bildirishimiz uchun biz past perfect continuous beramiz. Ya'ni siz telefon qilgan paytingizda men shug'ullanayotgan edim. Okay? So, ya'ni shug'ullanishim bundan oldinroq boshlanganligini bildirib qo'ymoqchiman. Right? Mana shu joyga men xohlasam odatda qo'shiladi for an hour. Qo'shib qo'yishim mumkin. Ya'ni
bu gap asl ma'nosini tushunmoqchi bo'lsangiz, uzun so'z ma'nosi shunaqa chiqadi. Siz menga telefon qilgan vaqtingizda men 1 soat vaqtingizdan 1 soat oldin shug'ullanishni boshlagan edim va hali tugatmagandi bu narsani. Hali ham telefon qilganingizda shug'ullanib turdim. Hali ozgina bor edi tugashiga. Degan ma'no chiqadi bundan. Ikkinchi holatimizda-chi, umuman boshqa gap tuzaylik, aralashib ketmaslik uchun ma'no when the tree was blown down, the wind when the rainbow appeared, it had been raining for almost 3 hours. Gap ma'nosi nima? Bu ikkinchi holatimizga tushyapti. Ya'ni o'tgan zamonda bitta ish harakat sodir bo'ldi va bundan ozgina oldin tugagan ish harakat bor edi va shu ozgina oldin tugagan ish harakat haqida gapirganimizda past perfect continuousdan foydalanib gap qilamiz. Ya'ni mana kamalak chiqdi osmonga. Kamalak chiqqanligi mana mana shu joyda turibdi. Past simple ish harakat. The rainbow appeared in the sky. Bundan ozgina oldin yomg'ir yog'ish to'xtagan edi. Mana gapimizda yomg'ir yog'ish to'xtagan edi ozgina oldin degan ma'no chiqadi. It had been raining for almost 3 hours now. Okay? Ya'ni siz shu vaziyatda turib, mana shu ma'noni bildirmoqchi bo'lsangiz, ish harakatdan ozgina oldin sodir bo'lgan, tugagan, davom etib turib tugagan ish harakati haqida gapirmoqchi bo'lsangiz, past perfect continuousdan foydalangan holatda gap tuzasiz. Okay? Hop. For since o'tgan darsda esingizda bo'lsa, farqlarini ko'rib chiqdik. Tony had been studying for hours, so I had a headache. Boshi og'rib qoldi. Bu past simple dagi ish harakat va boshi og'rishidan oldin soatlab dars qilayotgan edi. Okay? Soatlab dars qildi, keyin undan keyin boshi og'rib qoldi. Since esingizda bo'lsa, bu ish harakatning boshlanish nuqtasini berardi. Boshlanish nuqtasini haqida ma'lumot berish uchun since dan foydalanardi. Masalan, she had been hoping to win the competition since the summer. Yozdan beri shu musobaqada yutishni umid qilib kelyapti. Okay? Umid qilish yozda boshlangan. Before, it had been talking about the internet before the lesson started. Hop, nima degan ma'noni beradi? Dars boshlandi. Boshlanishdan ozgina oldin biz internet haqida gaplashishni tugatdik. Ma'nosini beradi bu narsa. All day, all night deb turib, ish harakat sodir bo'lish davomiyligi haqida ma'lumot berishni ham ishlatsak bo'ladi. Odatda buni qo'shganimizda ish harakatimiz uzoq davom etganligini stress qilmoqchi bo'lamiz, ya'ni alohida ta'kidlamoqchi bo'lamiz. I've been studying all day, ya'ni kechgacha o'qidim bugun deb o'sha kuni deb aytmoqchisiz. Okay? Hop, o'tgan darsdagi present perfect bilan past perfect orasidagi farqimiz, uzr, zamonli ko'pligi uchun gapirganda ozgina aralashib ketib qolish bo'lyapti, buni to'g'ri tushunasizlar. O'tgan zamondagi present perfect bilan present perfect continuous orasidagi farq bor edi-ku. Xuddi shu farqlar bu ikkalasining orasida ham deyarli bir xil. Ya'ni past perfect simple zamonimiz ish harakatining natijasiga urg'u bersa, past perfect continuous zamonimiz ish harakatini yoki o'ziga yoki qancha muddatdan beri davom etib kelayotganligiga urg'u beradi yoki ta'kidladi. Masalan, she'd written an article for the school newspaper. Buni ma'nosi natijasi muhim bizga. Bu gap aytayotgan odam uchun sizga maqsadi bu gap aytayotgan odamning maqsadi bu narsani sizga natijasini bildirib qo'yish, ya'ni maqola yozishni tugatganligini, maqola tayyor bo'lganligini bildirib qo'yish bu gapni. Pastroq vaqtgacha o'tgan zamonda. Bu gap aytish maqsad shu. Endi pastdagi gap aytayotgan odamning maqsadi mutlaqo boshqacha. She'd been writing an article for the newspaper. Boshlaganligini va hozir emas, o'sha paytda jarayonda bo'lganligini tugamaganligi, masalan, qanchadir muddat qo'shilgan bo'lsa, for 5 hours, 5 soatdan beri bo'layotganligini berish ham bu gap urg'usi yoki maqsadi hisoblanadi. Yoki bu gap aytayotgan odam maqsadi hisoblanadi. Shu narsa past perfect continuous zamonimiz. Agar siz o'tgan darsda present perfect continuous yaxshi tushungan bo'lsangiz,
Bu xuddi o'sha narsa bitta zamon orqaga surilgan holat xolos. Bunda ham muammo bo'lmasligi kerak sizga. Hop. Savollar bormi? Questions about past perfect continuous tense? Savollar. Keling bugun bitta ish qilamiz. Nimaga men gapirishga ruxsat beraman? Mikrofonni ochib qo'yaman. Balki yozib qo'yasiz. Agar siz shovqin muhitda bo'lsangiz, o'zingizni mikrofoningizni o'chirib olasiz. Kimdir agar savol bo'lsa, og'zaki so'rashingiz mumkin. Hammaning mikrofonni ochib qo'ying. Kimdirda savol bormi? Kimdirda savol bor ekan, pastga bunaqa yozib qo'yishibdi. Kim bu? Nima savolingiz bor? Timestamp qo'ygan odam, nima savolingiz bor? Continuous qayta tushuntirib bering. Past perfect continuous qayta tushuntirib bering, okay. Qaysi qismiga tushunmadingiz? Ikkita holatda ishlatiladi bu narsani. Qaysi biriga tushunmadingiz? Sinora so'radilar, Sinora. Qaysi qismiga tushunmadingiz, shunda menga yoki qaysi tushuntirgan qoidamga tushunmadingiz, shuni aytsangiz osonroq bo'ladi, hammasini gapirib o'tirmasdan. Before bilan afterni farqini tushuntirib bering. Demak siz past perfect continuous emas, past perfect tushunmabsiz-da bo'lmasa. Okay. Before degani oldin degani tarjimasi, after degani keyin degani. Before bilan gap tuzganingizda qo'shma gap deyiladi bu narsani. Complex sentence inglizida. Gap tuzganingizda before tomonda past simple bilan gap tuzasiz mana. Before I took the exam, virgul, I had studied really hard. Before tashqari gapimiz mustaqil tomonida perfectdan foydalangan holatda gap tuzasiz. Ya'ni gap tarjima qiladigan bo'lsangiz, ekzamenga kirishimdan oldin yoki ekzamen topshirishimdan oldin, ekzamen topshirishingizdan oldin bo'layotgan harakatda juda ham qattiq o'qigan edim. Mana raqamlab ham ko'rsatib qo'ydim sizga. Birinchi juda ham qattiq o'qidingiz, nechta oy, va undan keyin kelib ekzamen topshirdingiz. Okay? Mana before bilan gap tuzganingizda shunaqa. Before tomonda past simple kelishining maqsadi ham shu. After the qanaqa gap tuzamiz? After tarjimasi keyin degan edi. Ya'ni after zamoni uzr tomonida gapni after tomonida past perfect ishlaydi. Va keyingi mustaqil tomonda past simple ishlaydi. Sizga misol yozib qo'ydim. After I had bought my new car, I regretted my purchase. Mashinamni sotib olganimdan keyin bu xaridimga afsuslandim, ya'ni sotib olganimga afsuslandim. Ya'ni birinchi sotib olgansiz, shuning uchun bu tomonda perfect zamondan foydalanib gap qilyapti. Chunki birinchi sodir bo'ldi bu harakat. Birinchi sotib olgansiz, undan keyin afsuslandingiz. Bu ikkinchi harakat bo'lyapti. Mana shu holatlarda bularni ishlatamiz. Mana shu before bilan yozgan gapimni men afterli gapga o'zgartirishim ham mumkin. Yaxshilab e'tibor berib turasizlarmi? Tepadagi mana shu gapimni agar men afterdan foydalangan holatda gapga o'zgartiradigan bo'lsam, mana qanaqa o'zgarish sodir bo'ladi? Anavi gapimizda bo'ladigan o'zgarishlar quyidagicha bo'ladi. Birinchi mavsum shunday hatto o'qigan edim. Undan keyin ekzamen topshirgandim. After I had studied really hard, I took the exam. Mana afterli gapga o'zgartirsam, buni quyidagi o'zgarishlar sodir bo'lyapti gapimizda, ya'ni ma'nosida hech qanday o'zgarish yo'q. Gapimizda o'z grammatik tomonda o'zgarish bo'lyapti xolos. After I had studied really hard, I took the exam. Ya'ni
juda ham qattiq o'qiganimdan so'ng ekzamenga kirdim. Bu gapimizda juda ham qattiq, ekzamenga kirishimdan oldin juda ham qattiq o'qigan edim. Bu olganda bir xil holatda ikki xil tomondan gapiryapsizlar xolos. Mana shu farq bor. Bu gapimizni men before'li gapga aylantirishim mumkin xohlasam. Joy qo'yib aylantirib beraman. Hop, buni ham tushunib olaylik birinchi. Birinchi men mashina sotib olgandim, undan keyin afsuslangandim. Before I regretted my purchase, I had bought my new car. Endi bu gapimiz mantiqiy ma'nosi juda zo'r chiqmayapti, lekin tushuntirish maqsadida tarjima qilib tushuntirib tashlaman buni. Men qilgan xaridimdan afsuslanishimdan oldin mashinani sotib olib bo'lgan edim degan ma'no chiqib qolyapti bundan. Ya'ni mantiqan zo'r chiqmayapti bu gapimiz. Before bilan tuzganimizda. Shuning uchun bu gapni o'chirib tashlaman, lekin grammatik tomonda qanaqa ishlatilishi mumkinligini tushuntirish uchun menimcha yetarli bo'lgan. Okay? Hop. Sonora sizga tushunarli bo'ldimi bu naqamiz? Ikkalasini orasidagi farqi? Ha. Okay. Yaxshi, qolganlarda nima savollar yana? Savollarni hech kimda yo'q. Alright. Bugungi grammatika mavzuyimiz shular edi. Ya'ni sizlar bilan bugun biz past perfect continuous zamonlarni ko'rib chiqdik. Kitobimizda mashqlar berilgan. Mashqlarni bajarib kelish 23-betgacha sizlarga vazifa bo'ladi. Ba'zilarini tushuntirib qo'yaman sizlarga. Masalan, complete using the correct past perfect simple form of the verbs in brackets. By the time I arrived, everyone had left. Leave past participle form as a left bo'lardi. Buni yodlagan bo'lishingiz kerak. By the time I arrived, everyone had left degani, men yetib kelgunimcha hamma ketib bo'lgan edi. Ya'ni birinchi bo'lgan ish harakatimiz bu bo'ldi. Bu ikkinchi ish harakat bo'ldi. Ya'ni siz yetib keldingiz, hech kim qolmagandi. Hamma ketib bo'lgan edi. Steve had already seen the film, so he didn't come with us to the cinema. Ya'ni bu tomondagi ish harakatimiz ikkinchi ish harakat, bu birinchi ish harakat bo'ldi. Ya'ni Steve kinoni allaqachon ko'rib bo'lgan edi, shuning uchun u biz bilan kinoga bormadi. Ko'rib bo'lganligi birinchi sodir bo'lgan va bu tomondagi biz bilan bormaganligi undan keyin sodir bo'lgan. Okay? Yoki bo'lmagan ish harakat. Hop. Choose the sentence A or B which means the same as the first sentence. Ya'ni bizga gap berilgan. Bu gapimiz bilan bir xil ma'noli gapni tanlashimiz kerak. We had had dinner when Wendy arrived. Had dan bilib olamiz. Mana with qisqartirilgani bu had qisqartirilgani. Gapimiz tarjimasi Wendy yetib keldi, bu ikkinchi harakatimiz edi. Biz Wendy yetib kelgan paytda tushlikni qilib shu ma'noni beradigan qaysi bir gapimiz bor. A. Wendy arrived and then we had dinner. Wendy yetib keldi va undan keyin biz ujin qildik. Yo'q, bu gapimiz noto'g'ri. Wendy had arrived, we had dinner and then Wendy arrived. Biz ujin qildik. Undan keyin Wendy yetib keldi. Bu gapimiz to'g'ri bo'ladi. Bu gapimizning ma'nosi tepada berilgan gapimiz bilan 100% bir xil. Okay? Yoki ikkinchisini ham tushuntirib qo'yaman. I read the book after I had seen the film. After I had seen the film. Ketma-ketligini birinchi aniqlab olamiz. Birinchi men kinoni ko'rganman, chunki perfect zamonda turibdi bunisi. Kinoni ko'rib bo'lganimdan keyin kitobini o'qidim. Va ya'ni birinchi kinosini ko'rib, keyin kitobini o'qidingiz. Qaysi biri shu ma'noni beradi? A. I saw the film and then read the book. Birinchi kinoni ko'rdim, undan keyin kitobini o'qidim. Bu noto'g'ri ketma-ketlik bo'lib qoldi. Ya'ni tepadagi teskarisi qoldi. I read the book. Ketma-ketlik bo'ldi. Ya'ni birinchi kinoni ko'rganligi, undan keyin kitobini o'qiganligi. Pastdagi ketma-ketligimiz bo'lsa, noto'g'ri ketma-ketlik. Ya'ni birinchi kitobini o'qib, keyin kinoni ko'rdim, ya'ni teskari bo'lib qoldi. Qolgan mashqlarni ham shu tartibda bajarasizlar. C mashqimiz. Write sentences using the prompts. One of the verbs must be in the past perfect simple. Hop, biz bulardan foydalangan holatda to'g'ri zamon, fe'l zamoniga qo'yib bularni gap tuzishimiz kerak. Past perfect simple dan foydalanamiz zamonimizda. Hop, bizga berilgan promptlar. We just hear the news when you ring. Hop, bu gapimizning ma'nosini tushunib olamiz, ya'ni nima deyishmoqchiligini tushunib olamiz. Aytishmoqchi bo'layotgan narsa shuki,
siz telefon qilganingizda biz yangilikni endi eshitib bo'lgan edik deyishmoqchi. Shuning uchun biz bu gapni bunaqa holatdamiz. We had just heard the news when you rang. Okay? Nima degan ma'no chiqyapti? Siz telefon qildingiz. Telefon qilgan vaqtingizda biz уже bilib bo'lgandik yangilikni. Ya'ni birinchi bu bo'lgandi, undan keyin bu bo'ldi. Okay? Ya'ni yangilikni endi eshitib bo'luvdigan siz telefon qildingiz degan ma'noda tarjima qilsak ham bo'ladi. Qolganlarni ham shu holatda bajarib qo'yasizlar. Mashqimiz. Look at the pictures and complete sentences. Use the correct form of the past perfect continuous. Hop, endi past perfect continuous zamonidan foydalangan holatda, rasmdagi kontekstdan tushunib olgan holatimizda gap tuzamiz. Mana, hop, rasmimizga qarasangiz, qiz yugurishdan to'xtagan, mana rasmimiz tez kelganligini, yugurganligini bildiradi va to'xtab turibdi hozir. Esingizda bo'lsa, bu past perfect continuous ikkinchi ishlatilish, ya'ni o'tgan zamondagi qasd past simpledagi bo'lgan ish harakatdan oldin endigina tugagan ish harakatlar haqida gapirganimizni ishlatardik. Ya'ni bu terlab turgandan bilib olasiz, yugurishdan endigina to'xtadi bu. Okay? So she was tired because gap yozamiz. She had been running. Okay? Nima ma'no beradi bu? Yugurishdan endigina to'xtadi. Shuning uchun bu juda ham charchagan edi. Qolgan rasmlardan qarab, bu tartibda ketib qo'yasizlar. Choose the correct answer. I'd only the washing up for a few minutes when Claire came home, so she offered to finish it. Okay? Hop. Mana gapimizdan bilib olamiz. She offered to finish it. Mana tugatib qo'yaman deb taklif qildi menga degan gapimizdan bilib olamiz. Siz hali buni, ya'ni gap egasi idishlarni yuvish, washing up degan idish yuvish degani ovqatdan keyin tugatmagan edi. Ya'ni idishlarni bor yo'g'i bir necha minutdan beri yuvayotgan edim Claire uyga yetib kelgan paytda. Ya'ni Claire yetib keldi, endi boshlaganingizga bir necha minut bo'ldi. Hali ham jarayonda turuvdingiz, yuvyaptidingiz. Claire kelib, "Men qolganini tugatib qo'yaman" deb taklif qildi. Shuning uchun to'g'ri javob past perfect continuous bo'lishi kerak. Qolganlarni ham shu tartibda ishlab qo'yasizlar. Eng oxirgi mashqimiz bu, eng o'ylab qiladigan mashqimiz bu. Sizda xatolar bor, xatolarni topib to'g'rilab ketasiz. Right? If a line is correct, put a tick. Ba'zi ya'ni chiziqlarimiz, ba'zi xatolarimiz xato yo'q. Bunda tichga qo'yamiz. Agar xato bo'lsa, if there is an extra word in a line, write the word. Ortiqcha so'z bo'lsa, shu so'zni ustidan chizib tomonga yozib qo'yamiz. This morning my exam results finally came. Of this morningdan bilib olamiz, bu past simpleda bo'lish kerak bo'lgan gap edi. Chunki sizda bo'lsa, o'tgan zamonda aniq vaqt ko'rsatilsa, past simple ishlatar edik. Masalan, aniq yil ko'rsatilgan, aniq haftaning kuni, last Wednesday ko'rsatilsa, biz past simple ishlatar edik. Agar oldin sodir bo'lib, qachonligi noma'lum bo'lgan ish harakati haqida, ish harakatni o'ziga fokus qaratgan holatda gapirmoqchi bo'lsak, before bilan past perfect berardik. Masalan, I read this book 2 weeks ago. 2 weeks ago borligi uchun read bilan past simple bilan beryapman. I've read this book before. Men bu kitobni oldin o'qiganman. Qachonligi noma'lum edi. Ya'ni shu qoidamizdan chiqqan holatda past simple qoidasidan had bizga ortiqchalik qilyapti. Buni biz uchun belgilab qo'yishdi. I've been expecting them for the last week. Bu gapimiz to'g'ri gap, ya'ni o'tgan haftadan beri bu narsaga ish harakati, undan oldin sodir bo'layotgan ish harakatni bildirish uchun biz past perfect continuous berardik. Bu gapimiz to'g'ri ishlatildi. I knew I'd been done quite well, but I was still nervous. I knew I had done quite well bo'lish kerak edi. Ya'ni bu oddiy past perfect qoidasi. Had in past participle, ya'ni men bilaman ekzamenda yaxshi ishlagan edim demoqchi. Past perfect qoidasi been ortiqcha bizga chizib tashlab xatolarimizni yozib qo'yamiz. Qolgan gaplarni ham shu tartibda o'qib, xatolarni topib, bo'lmasa bitta qo'yib chiqasiz. Mashqlarimizni shu tartibda tugatasizlar. Okay, so hammasi tushunarli bo'ldi menimcha. Vocabulary'ning ikkinchi qismiga o'tamiz endi. Vocabulary.
Shu topik haqida gaplashishda davom etamiz. Ya'ni topikimiz learning and doing edi. Sizlar bilan bugun phrasal verblarni ko'rib chiqamiz. Ba'zi prepositional phraselar, word formation va word patternlarni ko'rib chiqamiz. Hammasiga ham misol tuzishimiz shart emas va eng haligi ko'pchilik adashib qoladigan joylarga kelganda misol tuzib tushuntiraman. Hop, birinchi phrasal verbimiz cross out. Cross out degani mana tepada hozir qildik. Mana shu ishimiz cross out qilish degani, chizib tashlash ustidan. Odatda xatolar yoki ortiqcha narsa bo'lsa ustidan chizib qo'yamiz shunaqa. Shu qilgan ishimiz cross out. Draw a line through something written. Yozilgan biror narsani bo'ylab chiziq chizish degani. Look up degani bu kitobdan yoki lug'atdan yoki bizning zamonaviy ingliz tilida internetdan biror narsa qidirish degani. Hop, yaxshilab e'tibor bering. Look for, ya'ni bu ham qidirish edi, ishlatmaymiz. Look up ishlatamiz. Ma'lumot qidirganimizda. A word from a dictionary. Look up some information online. Okay? Qidirish degani bu narsa. Endi uyingiz ichidan masalan nimadir yo'qolib qolsa, bunda look for bilan berasiz. Okay? Versus look for cell phone. Yo'qolib qolgan narsa. Telefoningizni qidirish. Ma'lumot qidirish emas, bu birorta buyum qidirish. Okay? Look for bilan berasiz. Kings point out degan ta'kidlab aytish degani. Biror narsani muhimligi uchun siz ta'kidlab aytasiz. Okay, masalan, she pointed out that we all had to finish our homework before the deadline. Yani berilgan muddatdan oldin tugatishimiz shart ekanligini u ta'kidlab aytdi. Okay, point out. To read out degani ovoz chiqarib baland ovozda o'qish degani. Ichingizda pichirlab o'qish emas, ovoz chiqarib o'qish. To read out. To rip up degani bu biror narsani tashlash. Rub out degani bu o'chirishdan foydalangan holatda biror narsani o'chirish degani. Okay, rub out. Turn over degani sahifaga nisbatan narigi tomonini o'girish degani. Masalan, sahifaning orqa tomonini o'girish. Turn over the page masalan. Sahifaning orqa tomonini o'girish. Write down bu yozib olish, biror narsani yozish. Qog'ozga yoki daftarga yozib olish degani. Shu so'zlar bizda berilgan phrasal verblar. Okay, ya'ni cross out biror narsani ustidan chizib tashlash, look up something biror narsani birorta odat ma'lumotni qidirish, kitobdan, lug'atdan, internetdan, point out ta'kidlab aytish, read out ovoz chiqarib o'qish, rip up biror narsani mayda bo'laklarga yirtib tashlash, rub out o'chirgichdan foydalangan holatda biror narsani o'chirish, turn over boshqa tomonini o'girish, sahifani masalan, write down yozib olish, biror narsani yozib qo'yish. Prepositional phraselar. Birinchisi bash degani. Tushunib tarjima qilmasini. To learn by heart deb tarjima qilamiz. Aniqroq ishlatamiz. To memorize degani bu biror narsani yodlab olish. Hop, qayerda qo'yamiz yodlangan narsani? To learn masalan a poem by heart. Ya'ni object joylashtirish o'rniga e'tibor berasizlar. She'r yodlash degani bu. To learn new words by heart. Yangi so'zlarni yodlash. Okay. Objektni joylashgan joyiga e'tibor berasizlar. Shu joyda ishlatasizlar ham. Things, for instance degani bu, for example. Judges.